Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tarixda, hayotda bo'lgan bir voqeani sizlarga qisqa qilib tushuntirib bersam, ya'ni yozgan kitobimdan sizlarga o'qib bersam. Avliyolardan birining oldiga nihoyatda og'ir kasal malikani olib kelishibdi. Podshoh, agar qizimni tuzatsangiz, qizimni sizga beraman, u sizga nazr bo'lsin debdi. Allohning qudrati va ulug' zot duosi sabab malika shifo topibdi. Qizining shifo topganini ko'rgan podshoh ahdiga vafo qilib, qizini shohona to'y qilib valiga nikohlab beribdi. Oradan ancha vaqt o'tgach, avliyoning yaqinlari mehmon bo'lishib kelishibdi. Suhbat asnosida taqsir, malikiga uylanish qanday bo'lar ekan, rosa baxtli bo'lsangiz kerak, debdi ulardan biri. Uning bergan savoliga hazrat miyig'ida heh deb kulib qo'yib, malikaga uylanishdan da azobrog'i yo'q ekan. Kuniga soatlab pardoz qiladi, yonidagi kanizaklari bir qadam ham uzoqlashmaydi, hattoki yotoqxonani oldidan jilishmaydi. Eng yomoni, malikaga biz kerak bo'lsa chaqiradilar, biz chaqirolmaymiz, ish buyurolmaymiz. Xohlasalar uxlaydilar, sayru sayohatga chiqadilar, erga xizmat nimaligini bilmaydilar. Qisqasi, malikiga uylanishning turgan bitgani azob ekan. Har kim o'z tengi bilan oila qursa eng shirin turmush bo'ladi deb javob bergan ekan. Ya'ni tezak qopi bilan deganlaridek, har bir inson o'ziga teng, maqomi barobar bo'lgan insonga turmushga chiqsa baxtli bo'ladi. Masalan olsak, hokimning qiziga uylansa, yoki vazir podshohning o'g'illari vazirning qizlariga uylansa, o'shalar bilan bo'ladigan muomala, o'rtada bo'ladigan do'stlik yaxshi bo'ladi. Boy odamni qiziga uylansangiz, u ham o'ziga yarasha mashaqqat bo'ladi. Yoki bo'lmasa juda ham boy odam bir kambag'al, juda ham g'arib insonga uylansa ham, bunda ham baxt topish qiyin. Shariat bo'yicha ruxsat bor, ammo lekin hayotda turli mashaqqat, sinovlarga chidab berishligi qiyin bo'ladi.